Hozirda biz Cloudflare Store bilan ishlayapmiz va biz Cloudflare Store'ga ma'lumotlarni qo'shish, Cloudflare Store'dagi ma'lumotlarni o'chirish va ushbu ma'lumotlarni o'qishni, ya'ni UI ga chiqarishni ko'rib o'tdik. Va bizda so'nggi qolgan operatsiya bu ma'lumotlarni update qilish, ya'ni edit qilishni ko'rib o'tishimiz kerak. Buning uchun men delete button oldiga endi edit button ham qo'yishim kerak bo'ladi va ushbu edit buttonni bosganda biz yoki title yoki bo'lmasam ushbu price ni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni title yoki price ni update qilishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun keling kodlarga o'tamiz va bu yerda birinchi qiladigan ishim nima bo'ladi? Mana bu yerdagi li ni alohida component sifatida mana bu yerga olib o'taman. Bu yerda biz components nomli papka ochamiz va bu yerda biz transaction.jsx yangi faylini ochamiz. Bu yerda React Functional Component export qilib boshlang'ich funksiyani yasab olaman. Buni o'chiraman. Okay. Endi ushbu liga kerak bo'ladigan narsalarni va o'zini ham bu yerga olib kelib joylayman. Liga kerak bo'ladi transaction. Transaction bu har bir mahsulot, ya'ni har bir ma'lumot degani va biz buni mana bu yerdan props qilib berib yuboramiz. Ya'ni bu yerda transaction keladi. Undan tashqari delete dokumentni ham bu yerdan berib yuborsak bo'lardi, lekin keling biz ushbu delete dokumentni tag tugi bilan olib, bu yerga olib kelib joylaymiz. Ya'ni transaction komponenti ichiga. Xo'p, bizga kerak bo'ladi delete dokument uchun delete doc hamda db. Bu albatta Firebase dan keladigan imkoniyatlar. Demak, Firebase imports ga yozamiz import delete doc hamda import o'zimizni configdan db ni import qilamiz. Ya'ni mana bu yerdan kerakli ma'lumotlar keldi. Endi bu transactionsni bemalol appda ishlatsa bo'ladi. Buning uchun biz bu yerdan delete ni olib tashladik. Delete ni olib tashlaganimizdan so'ng buni ham olib tashlasak bo'ladi va albatta transactionni import qilishimiz kerak bo'ladi. Components deb yozamiz. Import transaction. Transaction components papkasidan import bo'lyapti. Demak, bu transactionni olaman va ushbu list item o'rniga joylayman. Transaction va bu yerda endi transactionni berib yuboraman. Ya'ni mana bu mapdan kelayotgan har bir object bu yerga kelib tushadi va biz ana shu obyektni bu yerdan jo'natib yuboramiz. Va maplanayotgan ma'lumot albatta key olishi kerak. Biz transaction.id ni berib yuboramiz. Albatta bu yerda o'zini mana bu yerdagi key bor, lekin bu map bo'lmayapti bu yer, shuning uchun buni olib tashlasak ham bo'ladi. Natijani ko'radigan bo'lsak, hech qanday muammo yo'q. Barcha ma'lumotlar o'z holida chiqyapti va ularni bemalol o'chirish ham mumkin. Endi biz keling bu yerda new car add yangi mahsulot qo'shildi. Okay. Juda ham yaxshi ma'lumotlar chiqyapti va o'chyapti va bizda alohida transactions komponenti paydo bo'ldi. Bu komponentning paydo bo'lishi o'z navbatida appdagi ma'lum bir kodlarni qisqarishiga ham olib keldi. Endi ma'lumotlarni o'chirish uchun biz albatta ma'lumotlarning ID'sidan foydalanamiz. Biz ID ni app.js ga saqlaymiz. Sababi agar transaction ga saqlaydigan bo'lsak, unda har bir transaction uchun alohida ID yozib chiqiladi. Buni yo'l-yo'lakay nima uchun appga yozganimizni ham tushuntirib o'taman va bu darsda yoziladigan narsalarni oxirrog'ida tushunib olasiz. Agar boshida tushunmagan bo'lsangiz, sabr qilib oxirigacha ko'ring. Demak, birinchi navbatda biz bu yerda yangi useState ishlatamiz va biz bu yerga edit id va set edit id ni joylaymiz. Bu yerda useState va biz useState ga hozircha null beramiz. Va albatta mana shu edit id ni bu yerdan transactiondan berib yuborishim kerak bo'ladi. Endi edit id ni berib yubordik. Edit id esa bu yerga kelib tushadi. Buni biz alohida bitta o'zgaruvchiga tenglab olishimiz kerak. Bu o'zgaruvchining nomi isEditing bo'ladi. Ya'ni edit qilinyaptimi? Qachonki ushbu id, ya'ni bu yerdan keladigan id mana bu transaction idsiga teng bo'lsa, ana undan so'ng edit qilinish mumkin bo'ladi. Biz bu isEditingni mana bu yerda ishlatamiz.
Agar is editing bo'layotgan bo'lsa, unda biz bu yerda button ochishimiz kerak bo'ladi. Button, ya'ni is editing true bo'ladigan bo'lsa, bu yerda cancel chiqadi. Agarda false bo'ladigan bo'lsa, unda edit qilishingiz mumkin, ya'ni button edit chiqadi. Hozircha saqlab natijani ko'radigan bo'lsak, bu yerda edit buttoni chiqyapti. Sababi bizda hozir mana bu yerdan null keladi. Ya'ni bu edit bizda null va null kelgandan so'ng bu yerdan id kelib tushadi. id ga null teng bo'lmaydi, shuning uchun bu false. False bo'lganda ternary operatorining ushbu qismi ishlaydi. Va bu bosilganda bizda, ya'ni on klik bo'lganda handle edit nomli funksiya ishga tushadi. Bu funksiyaning vazifasi ushbu transactionni, ya'ni mana bu yerdagi transactionni yana appga qaytarib berish kerak bo'ladi. Xo'p, biz bu yerda transaction, ya'ni har biri kelayotganda qaysi birini buttoni bosilsa, unda mana shu button o'zini transactionini berib yuboradi handle button funksiyasi orqali. Xo'p, bu yerda handle buttonni to'g'ri yozish kerak. Ming bor uzr. Buni yopib turaman chunki biroz torroq bo'ldi. Bu yerga arrow function ochamiz, saqlaymiz. Okay, joyida. Demak, handle edit funksiyasini biz hali e'lon qilganimiz yo'q. U bu yerdan keladi va bu funksiyani albatta biz mana bu yerda e'lon qilamiz. Ya'ni edit doc. Bu yerda new database, new doc deylik. Okay, endi pastda biz bu yerda joylaymiz const handle edit va bu yerda transaction keladi. Xo'p, endi keling buni konsolga chiqarib ko'raman. Handle edit transaction handle edit emas va refresh sahifani yangilaymiz. Ma'lumotlar kelyapti va buni bossam, bu yerda handle edit is not defined transaction 22-qatorda. Chunki biz bu funksiyani mana bu yerdan hali berib yuborganimiz yo'q. Berib yuborib saqlaymiz va natijani sahifani yangilab editni bosadigan bo'lsam, o'sha object bu yerda ko'rinyapti, edit bosilgan. Va buning birinchi ishi, ya'ni handle editning birinchi ishi bu mana bu yerga set id ni bu yerga saqlash bo'ladi. Biz buni o'rniga console log o'rniga .id beramiz. Va endi sahifani yangilab bu yerda editni bossam, e'tibor bering, bu yerda cancel chiqyapti. Buni bossam esa bu yerda cancel, bu yerda esa edit qaytyapti. Aynan mana shu narsani bizda handle edit set id qilib bu yerga id ni saqlayapti va bu yerda kimni idsiga transaction, qaysi transactionning idsi aynan bosilgan id ga teng bo'lsa, ya'ni edit id bu yerda mana va u transactiondan ketyapti, bu yerga esa kelib tushyapti. Ikkalasi teng bo'lsa, ana o'shanda o'sha mahsulotni lisining editi cancelga, cancel esa editga o'zgaradi. Cancelga hech narsa berganimiz yo'q. Shuning uchun biz cancel editing degan alohida funksiya ochamiz. Demak, bu yerda bu funksiyaning vazifasi nima bo'ladi? Biz funksiyani alohida shu yerda ochib qo'yamiz. Bu funksiyaning vazifasi set edit id ni null qilish bo'ladi. Ya'ni qaytadan mana bu funksiyani chaqirib qo'yadigan bo'lsak, bu yerdagi null qaytadan, ya'ni id bu yerda null ga aylanadi. Xo'p, bu funksiyani ham mana bu yerda chaqiramiz. Okay, endi bu funksiya albatta cancel bo'lganda ishlaydi. On click va buni berib qo'yamiz. Bu bosilsa avtomatik ravishda id o'chib ketadi va editing yo'qoladi. Buni bosadigan bo'lsak, okay, buni bosadigan bo'lsak yana qaytyapti. Bundan oldin bunday bo'lmayotgandi. Yaxshi. Keyingi masala editni bosganimizda bu yerda mahsulotlar chiqishi kerak, qaytib, ya'ni ma'lumotlarimiz o'tish kerak. Appga o'tamiz. Bizda handle edit bor va handle edit bo'lganda biz title va id ni set orqali mana bu yerda ma'lumotlarni o'zgartiramiz. Birinchi navbatda keling buni bosh qo'sh tirnoq qilaman, chunki bosh qo'sh tirnoq turgani boshlang'ich holatda yaxshi. Sababi biz title va price ni bu yerda inputlarga value sifatida beramiz. Demak, value title va bu yerda value price bo'ladi. Shunda biz saqlab handle edit bo'lganida set title orqali transaction
title'ni set price orqali transaction nuqta price'ni berib yuboramiz. Ya'ni mana bu yerdan kelayotgan mahsulotni title va price'ni qaytadan bu yerga o'ziga saqlab qo'yamiz. Bu yerga saqlanib qolgandan so'ng u title va price ga o'tadi. Title va price esa inputning value'si hisoblanadi. Demak, bu yerda ma'lumotlar chiqishi kerak bo'ladi. Editni bossam, e'tibor bering, new car va bu o'tyapti. Buni bosadigan bo'lsam, bular yana bu yerga o'tyapti. Cancelni bosganimda bu yana tozalanib qolishi kerak. Demak, cancel bosilganda ma'lumot o'zgarishi kerak bo'ladi. Buning uchun biz use effect ishlatamiz. Use effect bizda import bo'lgan tepada. Sizda bo'lmasa uni import qilib oling. Bu yerda biz cancel checking qilamiz. Use effect dependency array ga edit id ni beraman. Agarda edit id bo'sh bo'lsa, null bo'lsa, unda hammasi joyida. Lekin ma'lumot bor bo'lsa, unda unga qarab ish qilish kerak bo'ladi. Lekin ma'lumot bo'lmasa, boshlang'ich holatda biz uni true qilamiz va set title bilan set price ni qaytadan bo'sh qo'shtirnoq qilib qo'yamiz bu yerda. Bu yerdagi mantiq shundan iboratki, agarda id bo'sh bo'lsa, unda bu yerni, ya'ni set title hamda set price mana bu yerdagi bo'shlik inputlarni tozalab yuboradi. Buni bosamiz, bizda ma'lumot chiqdi va cancelni bosadigan bo'lsam, e'tibor bering, bu yer tozalanib ketgan. Xo'p, yaxshi, navbatdagi narsa bizda editni bosganimizda bu yerga ma'lumotlar qo'shilsa, mana bu yerdagi add ham editga o'zgarib qolishi kerak. Yoki save edit yoki save changes ga. Buning uchun biz nima qilamiz? Mana bu buttonga kelamiz. Inputlarni tagidagi formani ichidagi buttonga va bu yerda yangi buttonlarni qo'shamiz. Agar edit, ya'ni edit id mavjud bo'lsa, unda bizda quyidagi button chiqishi kerak. Bizda save changes nomli ushbu button ko'rinib turadi. Ya'ni edit true bo'lganda save changes chiqadi. False bo'lsa esa, ya'ni bo'lmasa, unda button, ya'ni add o'zi chiqib turadi. Buning uchun biz bu yerga edit id va oldiga undo qo'yamiz. Okay, bo'ldi. Demak, bu yerga o'tadigan bo'lsak, save changes, cancelni bossam, bu yer qaytdi. Demak, bu va bu, bu va bu. Okay, zo'r. Hammasi yaxshi. Keyingi narsa bizda nima bo'ladi? Save bosilganda endi bizda ma'lumotlar saqlanishi kerak. Ya'ni forma submit bo'lganda, mana bu yerda handle submit bo'lganda, unda ma'lumotlar saqlanishi kerak. Lekin submit bo'lganda uni mana bu button submit qilyaptimi yoki bu button submit qilyaptimi, biz bilmaymiz. Shuning uchun birinchi navbatda mana bu yerdagi handle submit ichida agar edit id bo'lsa, unda biz ma'lumotni edit qilayotgan bo'lamiz. Agar edit id bo'sh bo'lsa, unda biz yangi ma'lumotni qo'shayotgan bo'lamiz. Shuning uchun biz bu yerda return deymiz. Return, ya'ni hech qanday ma'lumot qo'shilmaydi endi. Sababi bu yerda edit id da biz ma'lumot bor bo'lsa, ya'ni id bor bo'lsa, if true ga yuradi va true bo'lgandan keyin bu ishlaydi. Returndan keyin funksiya ichida hech narsa o'qilmaydi. Ya'ni return ishlab ketdimi, bo'ldi, bular tamom bo'ladi. Xo'p, buni keling tepaga qo'yib qo'yay. Bu prevent default doim kerak. Undan keyin bo'ladi qolgan ishlar. Va biz bu yerdan endi ma'lumotni edit qilishni ko'rib o'tamiz. Edit qilish uchun biz bu yerdagi manage qismiga o'tamiz, ya'ni add and manage dataga. So'nggi marta biz ma'lumotlarni delete qilishni ko'rib o'tgan edik. Endi biz yana mana bu yerdagi add ga o'tamiz. Va add bo'layotganda ma'lumotlarni qo'shishni ko'rib o'tganmiz. Bu yerdan add va setni farqini va biroz pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizda update a doc, ya'ni bitta dokumentni update qilish chiqadi. Update doc chiqdi. Bu funksiyani qanaqa ishlashini bu yerda ko'rib turibsiz va biz endi doc hamda update doc imkoniyatlarini Firebase Firestore dan import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Firebase Firestore da bu yerda virgul qo'yib, doc hamda update docni olib keldik. Endi bu yerga kelib tushamiz.
va bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz birinchi navbatda qandaydir kichik nastroyka paydo qilib olyapmiz. Ya'ni doc ichiga database hamda transactionsni beramiz va undan so'ng edit bo'layotgan mahsulotni ID'sini beramiz. Buni kopiya qiladigan bo'lsam, bu yerga olib kelib joylayman birinchi navbatda. Washington refni o'rniga biz transaction ref deymiz. Okay. Va buni o'rniga transactions qaysi collectionga borayotganini aytamiz va bu yerga esa edit ID. Mana bu edit bo'layotgan ID ni beramiz. Bizda nastroyka tayyor bo'ldi. Bu bizda convert ichidagi xat. Endi bizga convert kerak. Buni kopiya qilamiz. Await qilmadim, sababi hozir await ni olib keladigan bo'lsam, bu yerda xato beradi va buni sync qilishga to'g'ri keladi. Demak, bu promise bo'ladigan bo'lsa, unda albatta bu yerda then hamda catch ishlashi kerak bo'ladi. Then bo'lganda ba'zi bir ishlar bor, catch bo'lganda esa hozircha biz ma'lumotlarni shunchaki xatolik haqida konsolga chiqarish bilan cheklanib qolamiz. Error.message, error esa mana bu yerdan keladi. Xo'p, then'da nima bo'ladi? Ya'ni ma'lumot saqlangandan so'ng birinchi navbatda set title va set price bo'shab qolishi kerak. Buning uchun biz bu yerda mana bu narsadan foydalanganmiz. Buni kopiya qilamiz va buni bu yerga olib kelib joylaymiz. Then'ga. Undan so'ng esa albatta edit ID ham bo'shab qolishi kerak. Edit ID ni ham bu yerda set edit ID qilib buni null ga tenglab qo'yaman. Lekin o'zi bu avtomatik ravishda null bo'lganda, aniqrog'i, bu avtomatik ravishda use effectni ishga tushiradi, chunki o'zgarish bor va endi use effect ishga tushadi. Null o'zgarganda bu true bo'lib, boshlang'ich ikkita narsani esa bu yerda bo'sh qo'shtirnoqqa tenglaydi. Shuning uchun bular bizga kerak emas. Biz shunchaki set ID ni null qilib qo'ysak bo'ldi. Biz konsolga aytib qo'yishimiz mumkin. Successfully updated deb yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, endi Washington ref o'rniga biz transaction ref ni beramiz. Bu yerda capital hamda true o'rniga esa title hamda price ni beramiz. Price ni biz number ga o'rab qo'yishimiz kerak. Bo'ldi. Demak, bizda edit ID mavjud bo'lsa, ushbu transactions orqali ma'lumotlarni ichidan mana shu ID ga tegishli bo'lganini tanlab olganda, uni mana bu narsaga o'zgartir. Va bizda then ishlaydi. Agar bu muvaffaqiyatli amalga oshsa, shunda biz set edit ID ni yana qaytadan null qo'yaman. Null bo'lganda esa bu yer ishlab ketadi. Set title hamda set price ni bo'sh qo'shtirnoqqa tenglaydi. Endi buni ishlatib ko'rishimiz kerak. Bu yerga o'tib, sahifani bitta yangilab qo'yaman. Edit ni bosaman, 1200 qilib save changes qiladigan bo'lsak, bu yer 1200 ga o'zgardi va bu yerdagi holat ham o'ziga keldi. Agarda biz buni $1000 qilmoqchi bo'lsak, edit qilamiz. Bu yerda 1000 qo'shamiz va 200 ta book deymiz, yangi 200 ta kitob. Save changes va bizda new 200 books 1000 ta dollar. Ya'ni 1000 ta $1 ga teng degan bir holatni chiqardik va bizda bu yerda successful update chiqyapti. Xo'sh, bizda ma'lumot qo'shish, ma'lumotni edit qilish, ma'lumotni o'chirish va ma'lumotni o'qish, ya'ni CRUD operatori shu yerda sodir bo'ldi. Bu yerdagi ma'lumotlarni, holatlarni tushunish uchun biroz agar sizga qiyinlik qilayotgan bo'lsa, qayta o'zingiz yozib, bajarib ko'ring. Shunda unchalik ham bu sizga qiyinchilik tug'dirmayotganini vaqt o'tgan sari bilib olasiz. Bu yerdagi narsalar sizga qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa, unda qayta yozishga harakat qiling. Shunda ancha tushunishchaga ega bo'lasiz. Mendagi o'zimda qiyinchilik bo'lgan joylarni juda ko'p qayta yozardim va ancha tushunib olardim. Shu turdagi ishlarga real voqealarda duch kelsangiz, unda ushbu imkoniyatlardan bemalol foydalanib, loyihani tezroq bajarishingiz mumkin bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l bu qayta o'rgangan bilimlarni mustahkamlash uchun amaliyotlar bajarish va kodlarni yozish hisoblanadi. Shuning uchun sizga maslahatim, mabodo tushunmagan bo'lsangiz, qayta bu ishlarni bajarib ko'ring. Shunda ancha ko'nikma va bilimlar oshadi. Hammaga rahmat, keyingi darsda ko'rishguncha.